Qarang Paşaxan, sizni mush kichik vaqtingizda cho'nglaringiz bir saboqdoshlaringning po'qini bir yesam olmamdi. Shuldek bir o'rganish natijang chiqsa olmamdi. Ya bo'lmasa, balla faqat xapsanmaydigan balla ekan, shuning po'qini bir yeb bir adam bo'lamsiz ya deb baqqanmi, yo'qmi? Deb baqqanmi? Balkim sizning ota-onangiz xato demagan bo'lishi mumkin. Raslam shu aqlli bolalarning po'qini yesingiz, aqlli shu bolalardek tetik bo'lib kelishingiz mumkin ekan. Bu gapni desangiz ata-onalar berib xalqning po'qini bilsiq yegizmagay endi. Endi unda po'qni uyda yegizib yurmanglar, bu deganlik rasmiy. Mushu 2022-yil 11-oyda FDA'ninki mush meditsinalik tasdiqidan o'tgan bir davolash usuli ekan-ku. Bu davolash usulini FTM deb chiroyli nomdan birini beribdi. Ya'ni to'liq ismi nima ekansiz? Fecal microbiota transplantation. Oddiy qilib aytganda, shu po'q yo'tkash davolash usuli. Nimanda odamning ishchini tutqizgan deyman bu. Biologiya olimlari mandaq bir tajriba ishlagan qarang. Ya'ni bu semiz chashqanning uchiga po'qni elib, o'riq chashqanning uchiga yo'tkagan vaqtida bu o'riq chashqanda night roshan darhallikim mushu hayajonlanib tamoq yeydigan, ishtahasi echilib, andin night titik, xushal, mushundaq semiz chashqanningki xususiyatlari mush o'riq chashqanda ko'rilgan qarang. Shunlashqa mush qatimliq FMT mush davolash usulidan endi nim kasalni davolayotgan desangiz, mushu amoshilin to'bolarni jiq yeb ketgan odamlarning badanida jennan sojun deb mushundaq bir bakteriyadan tez yuqumlanib qolgan-ku bular. Mushundaq bakteriyadan yuqumlanib qolgan odamlarni mushundaq sağlam odamlarning po'qini bularning badaniga yo'tkash orqali davolaganda unumi boshqa usullardan 80% yaxshi bo'lgan. Endi nima deb sağlam odamning po'qini bundaq bemorlarga yo'tkisa, unum shundaq yaxshi bo'ladi. Bu zodi nima karomat? Desangiz, mush po'qdagi bakteriyalarningki karomati bu. Chunki bizning badanimiz qarang. Bu yolg'iz bizning badanimiz emas bu. Masalan, bizning butun badanimizdagi mushu hujayralarning soni 30 trillion ekan-ku asosiyatdan. Lekin sizning oshqoziningizdagi mush bakteriyalarning soni 40 trillion. Demak, sizning badan hujayrangizdan oshqoziningizdagi bakteriyalarning hujayra soni jiqib ketib bordi degan gap mana. Undaq bo'lsa, siz zodi sizmi yoki bir odam shakllik bakteriyami? Bakteriya ekanman men. Bakteriyalar sizdan jiq shundami? Yana oshqoziningizdagi mushu 40 trillion bakteriyalarningki gen umumiy miqdori sizning badaningizdagi gen umumiy miqdoridan 500 esa jiqkan-ku men. Shuningcha sizning badaningizdagi zo'r bir qismi bu yerda bakteriyalarningki yashaydigan makoni degan gap. Shuningcha biz men deb meydamizga olgan bilan bu men kim? Meningki qulam menmi, beshim menmi? Yoki badan hujayralarim menmi? Yoki oshqozinimdagi bakteriyalar menmi? Bu yerda biz ham asosiyatdan bir birlik kelib olsak bo'ladi. Bu yerdagi men degan hukm mush hamma hayotlikningki bir jo'g'lanmasi, xuddi yer shari degandek-ku. Yer shari desangiz, bu butun insonlar, hayvonotlar, tog' daryolarningki bir umumiy atalg'usi, shundaqmi? Biz insonlar degan yer sharining bir qismi. Shuningdek, bizning aqliy ong bu bizning badanimizning bir kichik bir qismi. Zo'r bir qismini bu yerda bizning bakteriyalarimiz kontrol qilyapti degan gap. Xo'sh, undaq bo'lsa bakteriyalarning nim karomati bor bu yerda. Sizning butun badaningizni ajratib chiqaradigan sho'ching suv ningki 90%ni oshqoziningizdagi bakteriya ajratib chiqardi ekan-ku. Sho'ching suv degan nima? Sho'ching suv degan xushallik hormoni qarang. Sizningki xushal bo'ladigan, hayajonlanadigan, ishtahingizni ochadigan, kayfiyatingizni turaqlashtiradigan, sizni xushxo'y ro'y ko'taranki qiladigan yadroliq hormonni bakteriyalar monopol qilib olgan gapmi edi. Tushundingizmi? Shuningcha hozir olimlar shu davolash taqozzosiz bo'layotgan xomushlik kislini mush oshqozondagi bakteriyalarningki tamponligini tangshash orqali davolab chiqish mumkin deb tadqiqot nishonini mishiga qaratibdi hozir. Chunki bir xomushlik bemorniki ro'shan aloydiligi buning badanidagi mush sho'ching suvning hormoni bir qadar tuvanchu. Shuningcha mush oshqozondagi bakteriyalarning tamponligini normallashtirish orqali mushni xomushlikdan qutuldirib olib bo'ladi bu munda. Hozir tadqiqot natijasi mushu. Mush xomushlikni mush meditsinadagi bir tal dori bilan davolab uzil-kesil saqaytib etdi degan gap bu Nobel mukofoti bagidek bir cho'ng to'hpachi ma'lum. Shuningcha bizning badanimizdagi bakteriyalarningki qarang, mush bizning kayfiyatimizga, ishtahimizga, muhabbat, nafratimizga qatnashishi bu bizning miyamizdan jiq tuvan emas. Tushundingizmi? Yuqurgan
taxi. Asosiyatdan tankib qoladi deb qarasak bo'ladi. Mingimiz faqat bir qo'mondan xolos. Lekin mayani do'lqin jutib turadigan bizniki kuchimizdagi bakteriyalar bo'lishi mumkin. Chunki buguyning qo'lida yadroliq ashyoching suv bor emasmi? Unisiga aqlimizni kontrol qila oladigan bu. Asosiyatdan. Uning ustiga bizning yoshirin egamizniki zo'r bir qismi bakteriya bo'lishi mumkin. Shuningga olimlar uchayni insonlarningki ikkinchi mingisi deb qaraydi ekan qarang. Ondan bizning hazm qilish sistemamizdagi nerv hujayralari qarang 500 milliondan ortiq ekan-ku. Bu nerv hujayrasi bizning chi suy Shinjing Huylutki nervlarninki soni bilan teng ekan-ku. Chi suy degan butun nervlar mangadigan g'ol yo'l-ku, umurtqa. Bu bizningki shu oshqoznimiz ikkinchi mingi deb ataldi. Bu oshqoznimizdagi bakteriyalar oshqozon hazm qilish sistemamiz mingimiz bilan mezoshinjing orqali aloqalashib turadi ekan. Mezoshinjing degan odamlarningki kayfiyatni turaqlashtiradigan g'ol nerv yo'li-ku bu. Lekin bu yerda bir hayron qolarlik kerak. Bu shu oshqoznimiz bilan mingimizningki shu qo'sh liniyalik uchurninki 90%ni oshqoznimiz mingimizga yo'llaydi ekan. Tushundingizmi? Mingimiz aran 10% uchurini oshqozonga yo'llaydi ekan. Demak, bu nuqtada bizningki oshqozon nerv va bakteriya sistemalarimiz ninki bizning kayfiyatlarimizga, muhabbat nafratlarimizga bo'lgan ta'siri balkim bizning mingimizning 900 kuchli bo'lishi mumkin bu yerda. Shunlashqa qo'saqqa umashni qachiladi deydigan, mingga umashni qachiladi demaydi ekanda. Shunlashqa endi biz yolg'iz biz bir tal ang emas bu yerda-ku. Biz bakteriyalarning eng va badanda, badan hujayralarimizning eng va mingimizdagi nerv hujayralarimizning eng va hammasi bizning badanimizda bu yerda inoq ittifoq hamkorlashib bir mavjud bo'lib turibdi, yashayapti degan gap. Demak, biz odam badani bu tabiat dunyosiningki ayrilmas bir qismi, bir halqasi degan gap. Shuningga biz har xil yemekliklar bilan bakteriyalarni boqitganmiz. Bakteriyalar andan uningki mukofotiga bizga har xil xo'shallik hormonini ajratib berib, bizni kayfiyatimizni to'laqlashtirib, xo'shal qilib, muhabbatli qilib turdi ekan. Xoshamat qilamiz ekanmiz ularga. Hisobda bu bir o'rtaq yengishqo. Sho'ng bir hamkorlik o'tibchi, bundaq tang yashayotganmiz endi. Ham shu necha million yillik tadrijiy taraqqiyot jarayonida bizning bakteriyalar bilan bo'lgan hamkorligimiz ularning ziynidan ko'p yaxshi bo'lgan bo'lishi mumkin ekan.